Xarakteri og'ir bo'lgan energiyalar 3-o'rindan boshlaymiz. Bu 9 energiyasiga oidlar. Ya'ni har qaysi oyning 27, 18 hamda 9 sanalarida tug'ilganlar. Bugun siz uchun tog'larni qalqon qilishga tayyor turgan joyda erta bir kun kayfiyatida terslik yuz bersa, shunchalik o'zgarishlari mumkinki, ular boshqarib bo'lmaydigan vulqon. Ularni noto'g'ri bir harakatla teginib qo'ysangiz, boshqarilmas darajada portlashadi. Ustingizdan bosib tank bilan yurib ketishlari hech gap emas. Ular aslo o'zlari nohaqliklarini ham hazm qilisha olmaydigan odamlar. 2-o'rinda turuvchilar esa bu tur energiyasiga oidlar. Ya'ni har qaysi oyning 4, 13, 22 hamda 31 sanalarida tug'ilgan insonlar. Ular aslo jim turisha olmaydi. Albatta zahar tillari ishga tushishi ko'proq kuzatiladi. Oz bo'lsa-da ularni ozodligi va erkinligi tajovuz ko'rsalar, albatta buni javobini qaytarishadi. Tez holatlarda urush janjalga birinchi bo'lib qadam qo'yadiganlar. O'jar, doim qoniqmaydigan, doim nimadir bir kam. Shuningdek, ularni aslo boshqalar nima o'ylashi qiziqtirmaydi va boshqalarning darajasi ham xuddi shunday qiziqtirmaydi. Ya'ni boymisiz, kambag'al, semizmi yoki ozg'in, yaxshimi yoki yomon, ularni hech kimning darajasi bilan ish yo'q. Ularni tegishmasa bo'ldi. Ular o'zlariga to'q odamlar. Shuningdek, ko'ndalang qo'yishi mumkin bo'lgan odamlar. Va birinchi o'rinda bu 8 energiyasiga oid insonlar. Ya'ni har qaysi oyning 8, 17 hamda 26 sanalarida tug'ilgan insonlar. Ular hech nima qilishi shart emas. Ularga qilingan har qanday nohaqlik juda tez va maksimal og'riq bilan qaytadi. Ular xafa bo'lishi juda ham qiyin, chidamli insonlar. Ammo bu yuz bersa va sizni deb bo'lsa, unda ehtiyot bo'lavering.